Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar, hurmatli talabalar, ilmiy ish qilayotgan tadqiqotchilar. Bugungi mavzumuz yana shu prognoz bilan bog'liq. Bu ekonometriyadir. Asosan prognoz bilan shug'ullangani uchun prognoz to'g'risida nima qilamiz? Ozgina ishlaymiz. Men shunday bir tayyor fayl qildim Excelda. Bu yerda hozir chiziqli prognoz bilan mavsumiylik va trendli prognozni solishtirib ko'ramiz. Oldindan shunday bir diagramma chizib qo'ydim. Chiziqli prognozimiz qizil bilan kelishi kerak. Mavsumiylik va trendli prognozimiz yashil bilan kelishi kerak. Ikkalasini solishtirib ko'rib, aniqlig'incha shuni ko'rsatib bermoqchiman. Birinchi chiziqli prognozni necha taradik? Data, данные, analiz данных deb topar edik. Hozir bu yerda tayyor formuladan foydalanamiz. Tayyor formuladan bu intercept bilan slope, ya'ni qiyalik bilan x ning y oqi bilan kesishma nuqtasini tayyor formula bilan topsak bo'ladi. Demak, teng deymiz. Отрезок bu. Interceptimiz, ya'ni bizning chiziqning y bilan kesish nuqtasi B0 nuqtamiz отрезок bo'ladi. Известный y deydi. Y ning ma'lumotlarini ko'ramiz. Y'imiz bu talab miqdori. Virgül qo'yamiz. Известный x bu bizning davrimiz, oylar. Kaosni yapamizda enter deymiz. Demak, bizning B0 nuqtamiz 199 bo'ldi. Endi slope ni topishimiz kerak. Slope ham naklon, ya'ni chizig'imizning qiyalik darajasi. Teng deymiz. Naklon. Sizlarga oson bo'lsin deb y ni ko'rsatamiz. Men Excel'ni ruschaga o'tkazdim. O'zi inglizchada intercept bilan slope bo'ladi. Ruschada отрезок bilan naklon bo'ladi. X'ni ham ko'rsatamiz. Kaosni yapamiz, enter deymiz. Demak, qiyaligimiz 353, B0'imiz 199 ekan. Endi chiziqli tenglamani yasab olamiz. Netamiz? Intercept B0 qo'shamiz. B1 ko'paytiramiz. X bo'ladi. Bizning boshlang'ich nuqtamiz 202 dan boshladi. Demak, endi G1 ni dollar ishorati qo'yamiz. Formulani pastga kopyalash uchun G2 ni dollar ishorati qo'yamiz. Dollar ishorati bilasizlar, yacheyani fikslaydi. 2 marta, mana oq plus, yacheyani mushiga olib kelib qora plus bo'lgan paytda 2 marta mousening chap tarafini 2 marta bossak, demak, o'zi formulani pastgacha kopya qiladi. Endi ko'rishlaringiz mumkin, qizil chiziq bu chiziqli prognoz ekan. Demak, bu yerda biza trendni aniqlab oldik. Bizning ma'lumotlarimiz shunday mavsumiy 12 oyda bir o'zgaradigan bir mavsumiy ma'lumot ekan. Bu yerda o'sish bor. Ya'ni boshlang'ich nuqtasi 200 ning pasindadi. Oxirgi mavsumga kelsak 200 bilan 250 ning o'rtasida bir ne bor ekan? 250 ga yaqin, hatto 240 ekan. Demak, bu yerda bir trend bor. Shu trendni, chiziqni aniqlab oldik. Endi mavsumiylik va trendli prognoz deganlar yodingizda bo'lsa, vaqtli xatolarni multiplikativ usul bor edi. Shu multiplikativ usuldan foydalanamiz bu yerda. Buning uchun nima kerak bizga? Bizga birinchi mavsumiylik indeksini aniqlab olishimiz kerak. Mavsumiylik indeksini qanday aniqlaymiz? Mavsumiylik indeksini aniqlash uchun yana formulalardan foydalanamiz. Сразнач если diapazon deydi. Demak, insho'dan oylar arasından qidirsin bizga kerakli oyni, yanvarni. Keyin diapazon усреднения qaysi yerdan o'rtachani olib kelaman deydi. Ya'ni talabdan bizga o'rtachani olib kel deymizdan kaosni beklab enter deymiz. Demak, o'rtachamiz 206 ekan. Demak, ko'ramiz, yanvar oyining 180 qo'shamiz. Keyingi yanvar oyini qo'shamiz. 200 qo'shamiz. Keyingi yanvar oyini qo'shamiz. 240. 620. Endi shuni 3 ga bo'lishimiz kerak. Biz bu yerda hozir 2014, 2015, 2016 deb ma'lumotlarni oldik. Demak, bu yerda nuqta bo'lib ketdi bu. Bo'lish ishoratini qo'ysak, 206 67 pastga tortib bersak, demak, shuning o'rtachalar chiqishi kerak bu yerda. Bizning formulamizdan netamiz? Dollar ishoratini qo'yamiz diapazon uchun. Bu diapazon uchun ham dollar ishoratini qo'yamiz. Keyin formulani pastga tortamiz. Yine bir xil ma'lumotlarni ikki xil usul bilan topdik. Ya'ni oylar o'rtachasini olib keldik bizga. Endi oylar o'rtachasi bizga indeksni bermaydi. Oylar o'rtachasini
umumiy o'rtacha bölüşlerimiz kerak. Shuning uchun bölemiz deymiz. Yazamiz sırıznaç qaysi shularning o'rtachasini böl deymiz. Enter. Ana endi o'rtachaga bo'ldi. Buni yana dollar ishorati qo'shishimiz kerak. Formulani chunki pastga kopyalaymiz. Enter dedik. Ana endi formulani pastga kopyalaymiz. Kopyalasak bizning oila bo'yicha indekslarimiz shunning holda ekanligini ko'rishimiz mumkin. Endi shu oila bo'yicha indekslarni o'sha olib kelishimiz kerak. Olib kelish uchun qaysi formuladan foydalanamiz? VP teng VPR, ya'ni vertikalniy poisk degani bor. Shu funksiyadan foydalanamiz. Искомое значение navni qidirib turibmiz deydi. Demak, yanvarni qidirib turibmiz. Qayerdan qidirib turibmiz? Shu tablitsadan qidirib turibmiz. Demak, nomer stolpsa qaysi ustunni ma'lumoti kerak bizga? Yanvar ikkinchisi. Shu 0.78 kerak. Shuning uchun 2 deymiz. Yana virgul qo'yamiz. Приблизительное совпадение, точное совпадение. Bizga точное совпадение kerak. Shuning uchun 0 qo'yamiz. Loj degani tanlaymiz. Yani endi bu yerda S2 yanvar pastga tushganda o'zgarishi kerak. Yana bu tablitsa o'zgarmasligi kerak. Buni dollar ishorati qo'yamiz. Buni ham dollar ishorati qo'yamiz. Enter deymiz. Demak, yanvarning indeksini olib keldi. Endi pastdan tortamiz. Tortsak bizga oila bo'yicha indekslarni olib kelib berdi. Endi mavsumiylik va trendni multiplikativ usuldan foydalanamiz deydi. Ya'ni ko'paytirish usulidan foydalanamiz deydi. Yodingizda bo'lsa trend bilan seasonality'ni ko'paytirishimiz kerak. Yine trendimiz bu. Ko'paytiramiz. Mavsumiyligimiz bu. Enter deymiz. Yine 158.40 deb bir ma'lumot berdi bizga. Endi buni pastdan tortamiz. Tortsak yine gördingizmi? Bu yeşil chiziqlarimiz bizning prognozumuz bo'ldi. Bizning chiziqli modelimiz yine bir yerlerde chiqishlarda va cho'kishlarda shu yaxshi tuta olmaydi. Trendni tutdi, lekin shu chiqishlar va cho'kishlarni yaxshi tutib bilmaydi. Bizning mavsumiylik va trendli prognozimiz esa ko'rib turibsizlar, yine yeşil bu bizning prognoz, mavi bu haqiqiy ma'lumotlarimiz. Deyarli haqiqiy ma'lumotimizning ustine yaqin bordi deyishlarimiz mumkin. Shun bilan bugungi darsimiz tugadi. Salomat bo'ling.